Ya'ni umumiy oxirigacha endi boramiz. Ya'ni ko'pta misollar qoldi. Mana bu bo'lish ko'paytirishda qoldi. Xuddiki mana bu o'xshatishni mana buni tasavvur qilaylik. Masalan, hozir biz kelsak, kasrlarni umumlarga keltirish, kasrlarni qo'shishni ko'rdik. Endi kasrlarni ko'paytirish bo'lish, keyin oxirida uni umumiy hammasi birlashadi-yu. Ana o'shanaqa misollar keladi. O'shaning uchun e'tiborliroq bo'lib o'tirasizlar. Aynan o'sha oxirida keladiganlari misollardagi anaqalarda keladi. Testda, DTMda обязательно keladi, sertifikatda ham bitta savol yoki ikkita savol tushadi. Soddalashtirish bo'yicha. Ana endi boshdingmi? Men o'ylab gapirayotgan bo'lsam o'zim. Xo'p, qaranglar. Biz hozir algebroik kasrlarni ko'paytirishni ko'ramiz. Algebroik kasrlarni ko'paytirish yoki bo'lish. Abdulla o'z kasrlarni ko'paytirish yoki bo'lish qanaqa ishlanardi? Men bilmayman. Manfiy musbat bilan misollardan kelganman. Degani qanaqa bo'ladi? Hayajon qanaqa bo'ladi? Kasrlarni ko'paytirish. Qisqartirardi. Undan oldin nima qiladi? Aralash kasr bo'lsa? Malades. Endi bu yoqda unaqa aralash kasr kelmaydi. Harfli-yu. Bizda faqatgina oddiy kasr keladi. Diqqat bilan qaranglar, qanaqa ishlaymiz? 2ab taqsim 3c kvadrat ko'paytirilgan 9c taqsim, xo'p, 9c taqsim 6a. Mana shunaqa holatda keladi misol. Buni qanaqa ishlaymiz desak, katta oddiy son bilan harfni qanaqa qisqartiramiz, xuddi shuni qisqartiramiz. 2 bilan 6 ni qisqartiramiz, 2 ga bo'lamiz. Necha qoladi? 3 qoladi. 3 kere 3 necha? 9. Shu 9 bilan mana bu 9 qisqarib ketadi. Xohlasanglar birinchi bu bilan qisqartirib 3 qoldiringlar, keyin 3 bilan buni qisqartirib olaverasiz. Farqi yo'q. Demak, zo'r joyi sondan qutuldik. Endi son yo'q bizda. Endi harflarning o'zi. A bor bu yoqda ham A bor. Nima qiladi? Qisqarib ketadi. Xuddiki songa o'xshab qisqaradi. Bunda ikkita dars oldin ko'rdik, ana narsa esladami? A taqsim C ko'paytirilgan C taqsim B va bir bola misol ko'rdik-ku. Xuddi o'shanda C la qisqarib ketdi-yu, mana shunaqa holatda bo'ldi. B qoladi. Endi C dan bitta bor bu yoqda, bu yoqda ikkita bor. Qisqarib ketsa, bu yoqda bitta dona C ni o'zi qoladi. Yetib keldi. Kasr chizig'i, pastda qarab olma, qidirib olma, bitta C ni o'zi qolgan. Tepani qarab olma, bitta B qolgan, bo'ldi. Demak, natija nima bo'ladi? B taqsim C bo'ladi. Masalan, 2x kvadrati y taqsim 3 kere x plus y ko'paytirilgan 2x kvadrat minus y kvadrat taqsim, xo'p, masalan 6x y kvadrat. Qaranglar. Bu yoqda nima bo'ladi? 2 bilan 6 qisqaradi. Necha qoladi? 3 qoladi. Bo'ldi, boshqa qisqaradigan son yo'q. Chunki bu bilan bu qisqarmaydi, bu bilan bu ham qisqarmaydi. Endi xo'p, x kvadrat, bu yoqda ikkita x bor, bu yoqda bitta bor. Qisqartiradigan bo'lsam, bu yoqda bitta x qoladi. Endi bu yoqda bitta y bor, bu yoqda ikkita y bor. Bittasi chopib oladigan bo'lsam, bitta y da o'zi qoladi bu yoqda. Eslab qolinglar. Xo'p, yoki men bunaqa yozay. Ana endi mana bu narsani ko'paytirishga kirsam qanaqa bo'ladi? X plus y, x minus y. Buni bittasi bilan qisqarib ketadi. Bo'ldi. Nimalar qolgan bo'lsa, faqat akkuratni qilib yozamiz. X ko'paytirilgan x minus y. Ikkisi ham bor. Ikkisini oldinga chiqarib qo'ydim men bu ikkini. Pastda 3 kere 3 9. Faqat y da o'zi qoldimi? Bo'ldi. Mana 9 y bo'ladi. Yo'q, qarang, 2 bilan 6 ni qisqardi, 3 qoldi. 3 kere 3 necha? 9. Bu ikki o'zi обязательно bor, mana ham bor. Tushunarlimi? Misol bariga qarab o'tiribsam deyman. Yaxshi, xuddi shunaqa bo'ladi. Xuddi mana kecha sizlar qanday qisqartirdinglar misolda? Xuddi o'shanaqa, faqat boshqa joydagi bilan qisqartiryapmiz. Tushunarlimi? Atak xuddi o'sha misollar. Masalan, 12a kvadrat b taqsim 10 nechasiga bo'ladi? 21bc kvadrat ko'paytirilgan bo'lingan deylik mana. Bo'lingan deylik, teskari qilamiz hozir. Xo'p, 7 yo'q, 7 emas. 4ab kvadrat taqsim 7c. Birinchisini o'zini
ikkinchisini teskarisiga ko'paytiramiz. Ko'paytirib ikkinchisini shunday teskari qilamiz. 7 taqsim 4ab kvadrat bo'ladi. Ketdi, qaranglar. 21 bilan 7 birinchi sonlarni qisqartirib chiqinglar. Bunda 3 qoladi. Endi bittasi bor, pastda ikkitasi bor. Mana faktiski qisqartirib olganda, bitta s olib qo'yganda, pastda bitta s qoladi. Demak, qolgan narsa 3bs. Esda qolsin. 12 bilan 4ni 4 ga bo'ladigan bo'lsa 3 qoladi. A kvadrat bu yoqda 2ta bor, bu yoqda bitta bor. Qisqartirib oladigan bo'lsam, bu yoqda bitta qoladi. Bu yoqda bitta b bor, bu yoqda ikkita b bor. Qisqartirib olsam, bu yoqda bitta b qoladi. Umumiy narsalarni birlashtiramiz. To'g'ri, chalkash bo'lib ketadi. Akkuratini yozishga harakat qiling. Tepada 3 bilan a ni ko'ryapman, xolos qisqarmagan. Pastda nimani ko'ryapman? 3bs yana b. 3 b ni b ga ko'paytirsam, b kvadrat s. Yana nima qolib ketgan ekan, qisqartirishim kerak bo'lgan? 3 la qolib ketgan ekan. A taqsim b kvadrat kira s bo'ladi. Tushunarli? Mana ba'zida hammasini bu yoqda qisqartirib, masalan, esingizdan chiqib qolsa ham, o'zi oxirida chiqib keladi mana. Qisqartirish kerak bo'lgan joy, yana 3 bilan 3 ni qisqartirish. Xuddi shu holatda bo'ladi. Xo'p, kitobingiz yuribdi, mana Usmonovda. Usmonovdan ko'rib, menimcha 70 gacha misollar shunaqa edi, ko'pmi? Mana shunga o'xshash misollar bor edi. Xo'p. Masalan, qaranglar mana. 5a ni kubi b taqsim 7xy kvadrat ko'paytirilgan 14xy kvadrat. Nima bor deb tasavvur qilaman tegida? Biri bor deb. Xohlasanglar tasavvur qilmasanglar ham bo'ladi. Bilasizlar, bu narsa suratda turgandek narsa turibdi. 14 bilan 7 ni qisqartiraman, 2 qoladi. X bilan x ketqizaman, y kvadratdan ketadi. Mazza bo'ldi. Demak, bu harflar qolmadi x, y lar. 5 ni 2 ga ko'paytiraman. 10 a ni kubi b. Maxrajligi 1 da yozishimdan foyda yo'q. Shunday qoladi, misol bo'ldi. Xo'p, yoki de mana qaranglar. A kvadrat minus AB taqsim B ko'paytirilgan B taqsim A bo'ladi. Madina nima qilsam bo'ladi tepani? Malades, A ni olib chiqsam nima qoladi? Zo'r. A minus B taqsim B ko'paytirilgan B taqsim A bo'ladi. Nimadan qisqartirib olasan? Aha. Malades. Demak, javob A minus B qoladi. Ko'rdinglar? Oson qisqaradi. Faqat nimaga ajratib olish kerak? Ko'paytirishga ajratib olish kerak bo'ldi. Eplab ajratib olsak bo'ldi. Yoki de mana 5m taqsim m kvadrat minus n kvadrat bo'lingan 15m ni kubi taqsim m minus n. Nigora nima qilamiz? Aha. O'sha qanaqa ajratamiz? Cho'tki. M minus n, m plus n. Zo'r. Keyin ko'paytiruv qilib, teskarisi bo'lsa birinchi tepada nima yoziladi? O'zingiz birinchi teskari. Siz birinchi pastdan boshlaysiz, to'g'ri. Endi qisqartiringchi. Zo'r. Aha, bu yoqda zo'r. Cho'tki bo'ldi. To'xtang bo'ldi. To'xtatmasam o'zga ketyapsiz. To'xtang bo'ldi. Tepada umumiy bir qoldi, qarang, hech narsa qolmadi. Pastda 3m kvadrat ko'paytirilgan mana bu narsa qoldi. Bo'ldi, bitta bo'ldi. Tushunarli? Mana qisqartirdinglar, javob chiqadi. Mana shuni yaxshi o'rganib olsanglar, bundan keyingi misol bor, xuddi shunaqa. Tushunarli? Men eng katta deyotgan misolim xuddi shunaqa. To'g'rimi, Nozim? Mana deysiz. Nima qilyapsiz? Uxlayapsiz. Ko'zingizni ochib uxlayapsiz. Mana misolda ishlanchi bo'libdi. Buni qo'ying. Ha, davay. Aytdim, havo issiqsiz, sizlar uxlaysizlar-da. Zo'r. Zo'r. Aha. Cho'tki. Zo'r. Endi gapiring, gapiring. Zo'r. O'zi bilan o'zini qisqartirsanglar bemalol bo'laveradi. Ko'paytirishda mumkin bemalol.
Qayerda qoldiring? Farqi yo'q deyish kerak. Молодец. Xo'p. Yana zo'r. Bo'ldi. Молодец. Ko'ryapsizlarmi mana? Uxlashga ta'sirida. Xo'p, молодец. Chotki zo'r. Xo'p, davom etamiz mana shunaqa marafonni. A kvadrat plus b kvadrat taqsim a kvadrat minus ab bo'lingan a ni 4-si b minus b ni 5-si taqsim a kvadrat b minus ab kvadrat. Keyingi nomzod Hayotjon. Xo'p, nima qilamiz? Buni ajratsak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. O'zini yozaymi? Aha. Молодец. A minus b bo'ladi. Chotki. Bo'lu ko'paytirib teskari qorasiz. Aha. Qarang, shundan birato'la olib chiqib yozaylik, teskari qildik. Endi birato'la olib chiqib yozdik. Ikkalasida nimani olib chiqsak bo'ladi? A ni olib chiqsak. Ikkalasida A bor. A ni olib chiqamiz bitta. Bunda A qoladi, bunda B qoladi. Tushunarli? Xo'p, taqsim. Qaranglar, mana shunaqa misollarda bor. Men A ni olib chiqishni bilasizlar-ku. A ni kvadrat qolgan, demak bu yoqda bitta A qoladi. Birinchi demak A qoladi, keyin B qoladi. Taqsim ikkalasidan nimani olib chiqasiz? B ni o'zini olib chiqamiz. A ni 4-si minus B ni 4-si qoladi. Keling, hozir yana qaytadan yozmaymiz-da. Bitta mana shu narsani ko'paytirish ajratish kerak bo'ldi. Qanaqa ajratardik? A kvadrat yana ana uni просто kattaroq variant. Qisqartirish boshlandi. Bizda pastda mana bu narsamiz, mana bu narsani tasavvur qilasizlar. A minus b ketadi. A lar ketadi. B lar ham ketadi. Bular ham ketadi. Hayotda eng shirin joyi shu bo'ladi. Bir taqsim A kvadrat minus B kvadrat bo'ladi. Bo'ldi mana. Ko'rdinglar? O'sha videolarda ishlangan misollar hammasi mana shu misol. Hammasi og'riq qisqartirib bir chiqaradi. Shunaqa bo'ladi. Tushunarli emasmi? Молодец. Qayerdan tushunasiz shunchasi? A minus 5, A kvadrat plus 6A plus 9 ko'paytirilgan A plus 3 ning kvadrati. Xo'p, taqsim A kvadrat minus 25. Ayting. Ha, bitta. Tushunsan? Davay. Ko'ryaptimi? Nima qilmang endi. Orqada o'tirib ko'rdim, hech ko'rinar ekan o'zi. A minus 5 Aha, zo'r. Kasr qildi. To'g'ri aytdi. O'ylachi. 3 ta narsa kelsa nimaga o'xshaydi? Olib chiqa olmaysan bu yoqdan, to'g'rimi? Uchalasida bir xil narsa yo'q. 3 ta narsa kelsa nima bo'ladi deganman? Yoki nimanidir kvadrati yoki chala kvadrat. Chala kvadrat qachon keladi misolda? Bilib qo'ying. O'zingizlardan chala deb chala kvadrat deb o'ylamanglar buni. Qachonki misolda ko'p aralashgan bo'lsa chala kvadrat keladi. Katta ehtimolli 95% holatda misolda kubli narsa bo'lsa, yo'q bizda kubli narsa. Demak, nimani kvadrati? A plus 3 ning kvadrati. Tushunarli? Ko'paytiruv. Buni hech narsa qilamiz, o'zini yozamiz. Pastda nima qilasan sizlar? Qara yaxshilab. A kvadrat A minus 5. Chotki. Zo'r. Endi boshlaylik. Nima qilamiz? A minus 5 bilan zo'r. A plus 3 bor, o'shandan sal ketadi. To'liqmi hech narsa qolmaydimi? Qara, bu yoqda kvadrat, bu yoqda ham kvadrat. Bir qoladi. Tepada, pastda zo'r. Ma'lum, zo'r. Chotki. O'tirib. Bo'l. Tushunarli? Mana shunaqa holatda bo'ladi. Hamma qisqartirishlar ham, boshqalar ham umumiy ko'paytirish uchun bitta olib chiqib olsanglar yoki ko'paytirish uchun ajratib olsanglar bemalol qisqaradi. Kechagi misollarni просто boshi, ana ikkitaga ajratilgan holat. Mana kecha faqat mashina o'zini qisqartirib yurgan bo'lsanglar, bugun bitta she'riy olib keldim bunga. Kecha men buni o'zini qisqartirib yurgan bo'lsanglar, sizlar bugun bitta she'riy olib keldim. Xuddi o'shanaqa narsa. Yana bunda ham o'sha kechagidan qisqarish hamma barobatlar bo'ladi. Kecha nima ish qilgan bo'lsanglar, mana hozir ertalab tahlil qilgan bo'lsak, hamma o'shanaqa misollar повторение keladi. Tushunarlimi? Savollar bormi bu misol bo'yicha? Yo'qmi? Yaxshi. Ana endi asosiy qismiga o'tamiz, algebra kasrlar.
ko'paytirish rasmini olmadingmi? Men bitta rasm oldim. Siz o'zi ishonmas ekansiz. O'zingiz olar ekansiz, lekin yaxshi chunki hech kim olmay qolsa tashlab qo'yasiz. Xo'p, ana endi qaranglar. Asosiy qism nimadan iborat? U ham baribir qisqartirish, bu ham baribir ko'paytirish bo'lish. Faqat avval soddalashtirib, mahrajlar berib, keyin misol ishlash boshladi. Farqi shunda. Sal katta ish bo'lib ketishi ham shundan. Misolni avval soddalashtiramiz, umumiy, ana keyin yechamiz. Ya'ni qisqaradigan holatgacha olib kelamiz, misol hozirgiday holatgacha. Mana qaranglar. Boshidan oddiyroqlaridan ko'ramiz. A taqsim 2 minus A taqsim 3 ko'paytirilgan 1 taqsim A kvadrat. Mana buni boya hozirgi misoldan farqi birato'la nimasi bo'ladi? Birdan qisqarib ketmaydi. Avval buni soddalashtirish kerak. Avval qavschini soddalashtiraman. Bunga 3 beraman, bunga 2 beraman. 3a minus 2a nima bo'ladi? Ani o'zi taqsim 2 kere 3 6 bo'ladi. Hammaga yetib bordimi? Ko'paytirilgan 1 taqsim a ni kvadrat. Ana endi misol boshlandi. Hozir ko'rgan misolimiz. Bitta bilan bu yoqdan bitta qisqarib, bittasi qoladi. Tepada 1, pastda 6 a degan javob qoldi xolos. Tushunarli? Sizlar qisqagina namuna deydimi? Birinchi soddalashtirib olib, ana keyin ishni boshlaymiz. Tushunarli? Soddalashtirish har xil turi bor. Ba'zida qiyinroq misollar, ba'zida osonroq misollar bo'ladi. Masalan, mana qaranglar. A b taqsim a minus b qavschida 1 taqsim b minus 1 taqsim a. Biz kecha mana qalagan mahraj berishni o'rgandik. Bunga aslan nima beramiz? A beramiz, bungachi b beramiz. Ketdi. A b taqsim a minus b ko'paytirilgan a minus b taqsim nima bo'ladi mahraj? A b bo'ladi. Agar birdan tushunmasanglar maydalab ishlaydi. A taqsim a b minus b taqsim a b qilib ishlaydi. Hech qanaqa uyatli joyi yo'q. Muhimi tushunish. Yo'q. Qisqaradi. Shu narsa deganingizga bitta narsa esimga tushib ketdi. Anaqa gapirib. Xullas tez yechibman. Bitta misol hammasi qisqarib ketyapti-da. Qisqartirib 0 qoldiraveryapman-da. Mana o'zi bir qoldirish kerak-ku. Misol 0 chiqyapti. Nega 0 javob yo'q deyman, 0 javob yo'q deyman. Oxiri 2 minut qolganda kallam bo'lib qoldi qisqartirganda bir chiqishmadi. O'shanaqa bo'lib qoladi ba'zi. O'sha narsa esimga tushib, lekin rosa o'tirganman o'sha savolga. Shunaqa, ana asab buzilib ketadi. Bor oson savolda ishlamasanglar. 2 keyin 1 plus m minus n taqsim n plus. Yana tashqariga chiqib ustoz qisqartirish bilmas ekan demanglar. Endi qaranglar, mana sal endi murakkablashtirilgan emas, 50-50 soddalashtirish. Ya'ni qiyin emas, oson emas. Qarang. Mahraj nima? Demak, ikkalasi ham bo'lish kerak bir-birida. Demak, bunga m beraman, bunga nima beraman? N beraman. Bunga nima beraman? M bilan n ni beraman. Chunki mahrajda hech narsa yo'q. Buni ham mahrajda hech narsa yo'qligi uchun buni o'rtog'ini mahrajini beraman bunga. Qaranglar, bira to'la bir yo'lida ishlab ketaman hammasini. Adden ishlab olmayman. M kvadrat kelinglar plus n kvadrat deb yozishimni bilaman, lekin men buni yozay birinchi. Plus 2mn plus n kvadrat. Taqsim mahrajda nima bo'ladi? M n bo'ladi. Uxlamanglar. Ko'paytirilgan. Men buni yozaman. M plus n mana ko'paytirgan. Qo'shuv m minus n. Taqsim m plus n. Bir ustoz mn deydi, bir m deydi. Xo'p, ana endi mana bu narsa nimaga o'xshayapti? Shunda m plus n ni kvadrati taqsim mn n la qisqaradi. 2 ta m taqsim m plus n. Maylarga rozi bo'linglar ekan. Qisqaradi mana. Soddalashtirish qismi bu. Soddalashtirish qismi. Shu yergacha soddalashtirdik. Ana endi bu yechilish deyiladi. Boya faqat maytini ishladik bundan oldin. Bundan oldin misollar bor edi. Maytini ishlab o'tdik.
Biz hozir soddalashtirish qismini qo'shdik. Birinchi soddalashtirib, keyin o'zi qisqartiradigan holatga olib keldik. Mana bu ko'paytirib. Xo'p, m plus n bilan bittasi qisqarib ketdi, bitta qoldi. M bilan m qisqarib ketadi, bo'ldi. Tepada 2 ko'paytirilgan qavs ichida m plus n, pastda nima qoldi? N qoldi. Mana bo'ldi. Tushunarli? Xuddi shu holatda bo'ladi. Mana soddalashtirib, umumiy yechim holatiga keltirguncha mana bu qismni o'tasizlar har doim. Bu sizlarda soddalashtirish qismi bo'ladi. Xo'p, keling ozgina murakkablashtiramiz. 6 taqsim a minus b plus minus 5 taqsim a plus b. Ko'paytirilgan a minus b taqsim a plus 11 b. Bilaveringlar, poxodu tepa mana bilan qisqaradigan narsa chiqadi, katta ehtimol. Bo'lmasa hayotda bunaqa narsa bermaydi. Endi bu nimaga kerak? Mana ishlab olsizlar-yu, xato chiqib qoladi-yu tepa. Ana o'shanda bir marta ham tekshirib ko'r degani bo'ladi. Agar mana bunga yaqin javob chiqmasa. Endi qaranglar, bilamizki bunga a plus b beramiz, bunga nima beramiz? A minus b beramiz. Kelinglar, bilaman, mana bu narsa bor, faqat hozir yozaveringlar qayta-qayta. Oxirida ko'paytirishni qo'shib qo'yaman mana bu joyda. Mana yechirish degan qismida. Chunki buni soddalashtirish hech qanaqa imkoni yo'q. Bu shunchaki kutib turibdi ko'paytirish bu. Buni soddalashtiramiz. 6a plus 6b minus 5a, mana shu joyga ko'pchilik xato qiladi. Ikki xato qilganda minus 5b deb yozib ketadi. Haloyiq. Ahli musulmon. Mana bu minus bor. Bu yoqda ham minus bor. Plus 5b bo'ladi. Taqsim a minus b a plus b. Eng qizig'i bor, hozir minus qilsanglar, mana bu bilan qisqaradigan narsa chiqadi. Ketdi, ani o'ziga ishonib qisqartirib tashlaydi misol. O'sha joyga ehtiyot bo'linglar. Mana bu narsa bekor berilmaganda mana bu narsa. Shunga aniqlaydi. Ko'paytirilgan a minus b taqsim a plus 11b. O'zi yozmayman dedim, yozib oldim. Xo'p, 6 dan 5 ni ayrsam a, 6b ga 5 ni qo'shsam 11 mana. Ko'rdinglar? Kutilgan narsa chiqib keldi bizga. Pas a minus b a plus b. Ko'paytirilgan tepa a minus b taqsim a plus 11b. Qisqarib ketadi. A minus b bilan qisqaradi. Tepada faqat 1 qoldi. Pastda a plus b qoldi. Ya'ni 0 yozib kelmaydi, tepaga 1 qoladi. Demak, umumiy qisqarib ketadi. Ko'rdinglar, o'zi misol olib keladi. O'zi olib keladi. Men bu to'g'risini aytdim, men bir ikkinchi marta sertifikat topshirgandim, mana shunaqa odatlarim bor edi. Misol, men bunga olib kelishini bilganim uchungina o'shanga olib borib yechardim misol. Xato bo'lsa ham o'shanga olib borib yechishga harakat qilaman. Sababi bo'lmasa misol atay mana qilmaydi. Hayotda sizlarga qisqarmasdan uzun narsa chiqadigan javob bermaydi. Variantlarni ko'rasizlar, shu katta misoldan javob 1, 2, 3 bo'ladi. Demak, xato ketayotsan degan gap. Katta son chiqib ketyapti yoki boshqa narsa bo'lib ketsa, xato ketayotsan. Shunaqa holatda bo'ladi. 97-98% misollarda o'rtada xunuk javob chiqib, oxirida chiroyli bo'lib ketadi. Qolgan hammasida o'rtadan o'zi chiroyli javob chiqib keladi. Endi ba'zilarda bo'ladi, masalan, har doim emas. O'rtasi javob 100 taqsim 273, 10 taqsim 273 da yurgan bo'ladi. Oxirida soddalashtirsanglar 1-2 chiqib qoladi. Lekin kamdan kam holatda har doim emas. Bir kirib ketib qolsanglar shu joyda bitta qaytadan tekshirib ko'ringlar misolda. To'g'ri ketyapman, noto'g'ri ketyapman. Xo'p, ana endi bo'ldim gaplashib bo'ldinglar. Y minus 1 taqsim y bo'lingan y kvadrat minus 1 taqsim bu sal osonroq misol ekan bizga. Plus 2y ko'paytirilgan 2 taqsim y plus 2. Bizlar hozir bu yoqda soddalashtirishimiz ham shart emas. Boyagi misolga o'xshagan ekan. Xo'p, ana endi buni o'zini yozamiz, qaranglar. Buni teskari qilamiz, faqat. Men bu yerdan buni tepaga yozyapman, bilaman, almashadi joyi. Y ni olib chiqib yozaman. Y ni qavsdan tashqari chiqarsam, bunda y, bunda nima qoladi? 2 qoladi, molodez. Taqsim. Buni pastga tushiryapman, bilaman. 2 ga ajratib yozaman. Bitta ayruli, bitta qo'shuvli qilib. Ko'paytirilgan men buni o'zini yozaman. Bu teskari bo'lmaydi. Qisqaradi. Bu ham qisqarib ketadi. Nima qoldi? Tepada 2 taqsim
y plus 1 degan javob bor. Tushunarlimi? Bo'ldi. Mana shu holatda qoladi. Endi bu ga bog'liq narsa emas ekan, lekin berib qo'ygan ekan. Mana bu ishlab yoribdi. Yaxshi. Savollar bormi bu bo'yicha? Yo'q a? Xo'p. Kelinglar, bir ikkita misol ishlaylik, keyin anaqa qilamiz. Bo'ladimi? Hozir men o'tib ketaversam sizlar shunday oladi. Xo'p, ikkitami aytdimmi? Yetadi. 24 dan 11, 24 dan 11, 26 dan xo'p 14. Ha, Usmon, 24 dan 11, 26 dan 14. Video pauza qilib. Qaranglar, qo'shimcha uyasi bo'lsin deb sizlarga tegiga tenglamay ham berib qo'ydik. Nima ham ishlaysizlar degan. Xo'p, ketdik qaranglar. ikki m plus 1 taqsim 2m minus 1 ayrilgan 2m minus 1 taqsim 2m plus 1 bo'lingan 4m taqsim 10m minus 5. Endi mabodo o'zi kelmaydi kamdan kam, lekin misolda mana m harf ketib turib z harf kelib qolsa, qaysidir misolda z ni m qilib ishlab ketadi, tushunarli? Bitta misol bor edi, shu boshqa harf aralashib qolgan misol. Endi bu yoqda nima qilamiz, qaranglar. Bu kutadi tashqarida. Buni o'z bitta dona ishi bor. U ham mana bundan 5 ta chiqarib olish. Tushunarli? Buni oxirida qilamiz. Avval ichkarini soddalashtirib chiqamiz, qaranglar. 2m plus 1 ni bunga beraman. 2m minus 1 ni bunga beraman. Tushunarlimi? Endi 2m plus 1 ni 2m plus 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 2m plus 1 ning nimasi bo'lib qoladi? Kvadrati bo'lib qoladi. Rahmat. Ayrilgan 2m minus 1 ni 2m minus 1 ko'paytirsa, 2m minus 1 ni kvadrati bo'lib qoladi. Hammaga e'tibordan qatdan kelgani
bir xil narsalar ko'paytirayotganim uchun. Maxraj mana bu ikkalasini ko'paytmasi bo'ladi. Yana sekin mana bularni qisqartirib, qandaydi? Tushunarli, mumkin emas. Ketdi. Ochib chiqamiz. 4m kvadrat. Ikkalasini ko'paytmasi 2m ikkilangani 4m. Plus 1 ayru. Yana xayol bilan 2m kvadrati ko'paytmasi demaydi, mana shu narsani minusli variantini yozamiz. Biz pishiqroqmiz. Qo'yga o'xshab ketavermaymiz. Taqsim 2m minus 1 2m plus 1. Hammaga yetib bordimi yo'q? Ustoz sal erinchoq, qalb shu joyda olib tashlaymiz. Mana bu yerda plusga o'zgaradi, bu yoq minusga o'zgaradi. Ketdik. 4m kvadratlar qisqaradi. 4m ga 4m ni qo'shsam 8m, birlar ham qisqaradi. Past mana buni o'zi qoladi. Ana endi shuni bo'l deydi mana bu narsaga. Davomidan yozaman. Mana olib kelib qo'yibman. Mana bu bizada qaysi qism? Soddalashtirish qismi. Tugadi. Endi yechish qismiga o'tamiz. Ketdi. Yozaman. 8m taqsim 2m minus 1 2m plus 1. Ko'paytirilgan. Teskari qilamiz, faqat 5 topib chiqish esdan chiqmasin. 2m minus 1 qoladi. Taqsim 4m. Ketdi bo'ldi mana. 2m minus 1 lar qisqaradi. M lar qisqaradi. 4 bilan 8 qisqaradi, 2 qoladi. 2 kere 5 10 taqsim 2m plus 1 qoladi. Bo'ldi. Ko'rdinglar, soddalashtirishni to'g'ri qilsanglar, misol oxirida o'zi cho'tki chiqib beradi. Faqat to'g'ri qilsanglargina. Tushunarlimi? Kimda savol qoldi bu misol bo'yicha? Hech kimda yo'qmi? Aniq. Xo'p, qaranglar mana. M minus 2 taqsim M minus 5. Billar bajaramiz. Hammadan so'rab maslahat olib chiqaman. Xo'p. Nima qilamiz? Ha, qaraganim ko'rmaysiz. Nima qilamiz vaqtni? Xo'p, nima beramiz? Qaysi biriga nima yetishmayapti? Vaqtini bilaman. Qara. Mana bu narsani ajratchi, ko'paytiruvchiga. Zo'r, yana? Zo'r. Bunda m minus 5 bormi ekan o'zi? Bunga nima yetishmayapti degan faqat. Zo'r. Tushundingmi? Birdan beravermayman bunga. Chunki men buni ajratganimda bor bo'lishi mumkin. Endi mana bu qism yo'q deb turamiz. Eng yaxshi variant hadeb yozavermaslik. Bu tursin, oxirida qo'shiladi ham. M kvadrat minus 24. Mana minus 4m shu joyda eng glavniy xato nima bo'ladi? Minus 4 kere 5 minus 20 bo'ladi. Yana ana xatolardan qilmaydi. Tushunarli? Shu sal misolni net o'taylik menga. Ha? Plus 24 ekan. Aytdim, sal misolni net o'taylik. Plus 24 ekan. Uzr. Endi pastda m minus 5, m plus 5 turaversin. Mana bu narsa tursin. Hamma tushundimi shu yergacha? Kim tushunmay qoldi? Hamma tushundimi? Endi qaranglar, m kvadrat minus 4m 24 dan 20 ni ayirsak 4 chiqadi. Taqsim m minus 5 m plus 5. Ziyoda tepa nimaga o'xshaydi? Uchta narsa. Nimandir? Kvadrat. Nimani kvadrat? M minus 2 ning kvadrat. Taqsim m minus 5 m plus 5. Hammaga yetib bordimi? Bo'ldi. Soddalashtirish tugadi. Soddalashtirish tugadi. Ana endi misolni qo'shamiz. M minus 2 taqsim m minus 5 bo'lib turibdimi? Men nima qilaman ko'paytirish qilib? Aylantirib yozaman. Молодец. Ko'paytirish m minus 5 kere m plus 5 taqsim m minus 2 ning kvadrati. Qisqaradi bittasi. M minus 5 da qisqaradi. Nima qoldi? M plus 5 pastda M minus 2 qoldi.
katta narsa soddalashib, mana shu javob chiqib keldi. Tushunarlimi? Xuddi shu holatda bo'ladi. Kim tushunmadi? Hamma tushundimi? Yaxshi. Aniqmi? Savol yo'q, rasm yo'q qo'y. Yana ikkita misol ko'ramiz, bo'ldi. Shu bilan yetadi. Aka shu bizga bugungi ishlar. Xo'p. Uxlab qolmasam ish qilib. Yo'qmi? Aslan 5 burchak 4 burchagida bitta burchagini 40 tashlasa nechta burchak qoladi? 4 burchagini bitta burchagini 40 tashlagan qaysi bo'ladi? Aslan uxlayapti degansan dedi. Kesib o'tding hayoling. Endi o'rtasiga keladi mayli kes. Beror, muhim uch demasang bo'ldi. Taroqsan oldindan shunaqa eding o'rsa. What? Zaryadkasi tugadi, biladimi shu? Mana bu misol ko'rinishdan juda ham katta misol. Innovatsiyaning katta misol. Kim shunaqa emas qisqarib ketishiga ishonadi? Ishonmas kerak. Просто shunga ishonadi. To'g'ri ishonib tashlaymiz. Endi qaranglar. Odam ko'rganda to'g'ri hafsalasi pir bo'ladi birinchi. Bu misolni ko'rganda keyin deydi bilaman. Mobilni bo'lsa masalan. Ziyoda ham xuddi, faqat mobilni kuchli aytadi. Endi qarang. Mana bu narsadan A'ni chiqarib olamiz. A plus B qoladi. A'ni chiqarib olamiz. Buni o'zi tursin. Bundan B'ni chiqarib olamiz. Nima qoladi? A plus B qoladi. Endi men mahrajda ko'rgan narsalarimni aytib chiqaman. A'ni ko'rdim. A plus B ko'rdim va B'ni ko'rdim. Shu uchalasi bo'lishi kerak har bir mahrajda. Tushunarli? A, B, A plus B. A bor. A plus B bor, faqat B yo'q. Men faqat B'ni o'zini beraman. A plus B bor, lekin A B yo'q. B bor, A plus B bor, lekin nima yo'q? A yo'q. Ketdi. B kvadrat plus 2AB plus A kvadratmi? Ama tushundimi? Taqsim. Mahraj nima bo'ladi? A, B, A plus B. Qo'yibdimi? Sanab berdim qo'limda nimadan? Ko'paytirilgan teskari qilamiz. Ustoz shoshmang soddalashtirmang biznikida. O'zi misol soddalashib qolsa. Mana bu narsani mana kvadrat. Farqi bor. Tushunarli? Farqi bor. Chunki biz pastga to'g'rilayapmiz. Saqlanamiz. A, B, A plus B. Ko'paytirilgan 4AB taqsim A minus B yo A plus B. Endi qaranglar. Tepada ikkita A plus B bor. Bittasi bilan bu qisqaradi, ikkinchisi bilan bu qisqaradi. Mana e'tibormi? A bilan qisqaradi. Nima qoldi? 4 taqsim. O'sha chizig'i katta chizmaydi, ikkinchisiga ketib qoladi. Ikkinchisiga ham minus qo'ygan. Misol katta, lekin kutilganidan juda ham tez chiqadigan misol mana shunaqa. Tushunarli? Kutilganda juda ham tez chiqdi. Mana bu kecha ishlanadi deb o'ylaysizlar. Lekin juda tez chiqdi misol. Mahrajni to'g'ri bera olsa, bu ya'ni jet bo'ladi. Xo'p. Demak, ko'ramiz. Amma nima narsa? Kvadratmi yo chorak kvadratmi? Demak, qisqaradi. Mana kerak. Chunki misolda kubli narsa qatnashganligidan o'zi aniq bo'ladi. Endi qaranglar. Bu misolda nima qilsak bo'ladi? Xo'p, hozir boshqa ilojimiz yo'q. Mana buni ko'paytirishga intilamiz. A minus B ikkinchi qavs yig'ilgan chorak bor.
Demek, hozir bu tashqariga ko'paytirishni kutib olganda ma'nolar qisqaradi, katta. Shuni bilib qo'ying. Ana endi qarang misolga. Mana bu narsada a minus b bor, lekin nima yo'q? Chorak kvadrat yo'q. A kvadrat plus ab plus b kvadrat. Hammaga yetib bordim. Men buni ajratdim. Bu narsa bor, lekin bu narsa yo'q. Bera qoldim tepasi. Ketib ochib chiqamiz. A ni kubi a kvadrat b plus ab kvadrat minus a ni kubi plus a kub b. Yetib bordi. Taqsim birinchilikni soddalashtirib olamiz. A minus b ikkinchi qavs mana bu narsa. To'g'rimi? Endi qisqaradigan narsa bor. A ni kubi bu. Xo'p, uchalasidan qaraylik yaxshilab. Nimani olib chiqsam bo'ladi? 1, 2, 3 ta. Yashil. A, B ni olib chiqsam bo'ladi. Bunda A qoladi. Bunda B qoladi. Bunda A kvadrat qoladi. Какой хуйня насправді? Taqsim A minus B A kvadrat plus AB plus B kvadrat. Ko'paytirilgan mana bu chorak kvadratchani olib keling. A kvadrat plus AB plus B kvadrat. Bu javob endi sal qulayroq chiqadi. A kvadrat plus A plus B taqsim A minus B. Mana sizlarga javob xuddi shunaqa bo'ladi. Bu shunday qoladi. Endi har doim sizlar kutgandek to'g'ri ish. Antiga javob chiqadi. Tushunarlimi? Kimda savol bor? Yana so'rayman. Kimda savol bor? Anda yo'q? Savol. Ma'lum? Mana o'sha rosa o'ylanyapti. Xato ochib qo'ydim yo misolga kvadrat plus a plus b qilgan sardoqda a plus b. yo'q, farqi yo'q. Qo'shuvni joylash. 5 qo'shib 6 qo'shib 7 nimani? 7 qo'shib 6 qo'shib 5. Xo'p. Anna savoli yo'qmi? Yo'q. O'zi qiyin misollar yo'qmi? O'zi qiyin misollar ko'p. Yaxshi. Savollar bo'lmasa, hozir shu ishlaymiz. 28 dan 7-misolni ishlaymiz. Bu o'shandan keyin testni boshlaymiz. 28 dan 7 misol 4 Aynan bunga